Erkak kishi nega xiyonat qiladi? Javobim sizga yoqmasligi mumkin, lekin haqiqatni aytaman. Biz juda ko'p marta eshitganmiz, erkaklar xiyonat qiladi, chunki ular shunday yaratilgan. Ular poligam, ularning tabiati shunaqa. Ayollar esa bunday qila olmaydi, chunki biz monogammiz. Go'yoki biz yoshligimizda bir erkakni sevib qolamiz va uni butun umr sevib yashaymiz. Boshqa erkaklarga hatto qaramaymiz. Bu mutlaqo yolg'on. Poligamiya bu faqat erkaklarga tegishli emas. Aslida erkaklar ham, ayollar ham poligam. Hamma yangi yorqin his-tuyg'ularni yaxshi ko'radi. Farqi shundaki, kimdir xiyonat qiladi, kimdir esa yo'q. Bu tanlov. Erkaklar nega xiyonat qiladi? Chunki siz ayollar bunga yo'l qo'yasiz. Siz erkakni juda qattiq ushlab olasiz. Uni yo'qotishdan qo'rqasiz. Hayotingizni faqat unga bog'laysiz va buni ochiq ko'rsatasiz. Erkaklar bundan foydalanib o'zlarini erkin his qiladi. Ular ongsiz tushunadi, siz hech qayerga ketmaysiz. U mensiz yashay olmaydi. Men uning hayotidagi eng katta qadriyatman. Demak, men xiyonat qilsam ham u meni kechiraveradi. Agar siz hayotingizda qadriyatlar balansini buzmasangiz, sizga hech kim xiyonat qilmagan bo'lardi. Demak, aziz ayollar, siz o'zingizni hurmat qilib, o'zingizga sodiq bo'lmas ekansiz, sizga hech kim sodiq bo'la olmaydi.